Xayrli kun barchaga. Bugun yangi robot yasab qo'ydim. Oldinlari to'g'risi qiynalgandim. Bir time frame'da profit qiladigan robot yasashga, lekin bu safar bir time frame'ga to'g'ri keladigan robot yasab qo'yganman. Hozir test jarayoni ketyapti. 2025-yildan 26-yil yarmigacha har bir time frame'da test ketyapti hozir. Balansga qarab lot ochadi bu robot. Balans o'sgan sari lotni ham oshiradi. Shunga yarasha $27,000 bo'ldi hozir. Tak. Mayli, hozir profit qilaveradi bu, oxirigacha ketaveradi bu profit qilib. Lekin hozir sizlarga M1da ko'rsatish shuni, har kuni to'xtatib turaydi. Sizlarga hozir men ko'rsatib beray. M1 time frame $1000 dan tushiramiz. $100. Agar mana shu $200 slip qilsa, mana shu M1 time frame bu robot sizlarga tekinga ham tashlab o'tirmayman. Shunday udalить qilib yuboraman, все, tamom. Mana bunaqa ishlangan puxta robot bo'lsa, men tekinga ham kanalga tashlab o'tirmayman. M1 time frame ket. Tak. İşlashini ko'rsanglar bo'ladi. $200 mana $200 $2600 bo'ldi mana. Mana ketyapti. Depozit oshgan sari lotni ham oshiradi. Depozitga qarab ketaveradi. O'sishni ko'rsanglar bo'ladi. Boshqa kanallarda, boshqa odamlarning robotini ko'rsangiz, mana zigzag bo'lib past baland. Mana bu pastgacha tushib ko'tariladi-da. U unaqangi robot, qanaqa robot bu? Bunaqa robotlar stop loss katta bo'ladi. Stop loss katta yoki noto'g'ri joyga qo'yilgan bo'ladi. Risk вообще hisoblanmagan bo'ladi-da. Bu robotlarda men sizlarga sotuvga qo'ygan robotlarimda unaqa emas. Depozitga qarab lot ochadi. Depozit katta bo'lsa, lotni ham oshiradi. Depozit xavf ostida bo'lsa, depozit lotni ham tushiradi. Xavfi yo'q nimalarda. Endi bu degani 100% sizlarni boy qiladi demayapman. Prosta kontrol yaxshi. Depozitni kontrol qiladi. Birdaniga slip bo'lib ketmaydi boshqa robotlarga o'xshab. Birdaniga slip qilib olmaydi. Ko'rsanglar bo'ladi, $24,000 $25,000 olib chiqdi hozir. $200 dan qo'yuvdik yilni boshida. 2026 boshida $100 ga qo'yuvdik. Ketyapti. M1 time frame. Hozircha $26,000 aprel oyiga keldi. 28,000. Birgacha kutamiz, tugaguncha kutamiz. Robotlarda plus tarafi, robotlar emotsiyaga berilmaydi. Sutkasiga 24 soat, haftasiga 5 kun ishlab beradi. Agar qo'lda trade qilaman desanglar, kun bo'yi grafikni qo'yib bitasizlar. Stress kun bo'yi, uydagilarni urush, janjal, asablar tarangligi yeb qo'yadi odamni.
Shuning uchun robotda trade qilsanglar, emotsiyasiz bu qilsa bo'ladi. Robotga bir marta to'lov qilasizlar, best ulaysizlar, tamom. Mana $30,000 profit qildi Ember Time Frame. $30,000 mana. Ko'rsanglar, reportni ko'rsanglar bo'ladi. Tushunarli o'zinglar. Ember faqat Embermi, boshqa time frame'da ishlamaydimi deganlar uchun H1 ga ham qo'yib ishlatdim. Ember H1 dan ham qo'yib ishlatib ko'raman. Robotga farqi yo'q, bu time frame'da ishlayveradi. Mana ko'ringlar. Farqi yo'q unga. Ember bo'ldi, H1 bo'ldi, umuman farqi yo'q. Ishlayveradi. Farqi yo'q unga. Kunlik time frame'ga qo'ysak ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Qaranglar, rost $62,000. $200 dan H1 da qo'yib ishlatganlarida ma'qul ekanda. Kunlik time frame'da, agar kunlik time frame'da ishlamasa, robotni udalet qilaman. Qaranglar. Grafik ozgincha qo'rqyapti. Kunlik time frame'da qo'ysalar $78,000. Robotda qanchalar nimani lotni oshirsanglar, shunchalik ko'p katta profit qilar ekan bu. Qancha lot oshsa, shunchalik katta profit bo'lar ekan. Shuning uchun kattaroq time frame'da ishlataverasizlar, lekin bu robot pullik bir marta pul sotib olasizlar, keyin butun umr sizlarga keyin ishlayveradi. Bu robotni $10,000 ga olsanglar ham arziydi, lekin men buni $10,000 yoki $5,000 demayman. Bundan arzon aytaman sizlarga. Men o'zim yozsanglar, men narxini kelishtiraverman. Yo Telegram kanaliga yozsanglar, Telegram kanalida tekin robotlarim ham bor. Agar robotga sotib olmayman desanglar, tekin robotlarim ham bor sizlarga. Hammaga omad.